Bolaligimizda kichkina joy bo'lsa ham o'zimizniki bo'lsin degan gapni ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Mana shunaqa niyatdagi insonlar uchun aynan shunday qulaygina, shinamgina, ammo mustahkam va tartibli hovli bugun sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni 2,5 sotix. Uy 2 qavatli, pishiq g'ishtdan qurilgan. Ichida 5 ta xonasi bor. Korobka holatida, bemalol ikkita xo'jalikka moslab remont qilib olsangiz ham bo'laveradi. Eng muhimi, kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya hammasi joyida ishlayapti. Xonalarni oynalarini ko'rdingizmi? Panorama ekan. Dediz balandu akam, bu yog'ini esa yuqori dedizga qarab moslab olaverasiz-da. Lekin men tasavvur qilyapman, har qanday yevro remont deysizmi, neoklassikami mos kelaverar ekan-da. Bu hudud tinch va oilaviy mahalla. Atrofda maktab, bog'cha va do'konlar mavjud. Kundalik hayotingizni osonlashtiradigan hamma narsalar yaqin. Yonginasidan esa 5 yo'nalishdagi avtobuslar o'tadi. Shahar ichidagi muhim joylarga esa yetib borish qulay. Bu uyni narxiga esa egalari 53 ming dollar deb baholashyapti. Vodiy House'dan chiqdim desangiz yana kelishtirib berishar ekan. Egalarining raqamlari ekraningizda. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib kelishingiz mumkin. Manzil esa Farg'ona shahri Tekstil, Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini, Muruvvat ko'chasi 43-uy. Mo'ljal esa Tekstil bolnitsadan o'tganda joylashgan. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bitta like sizdan. Shunday joylarni siz uchun topib berish esa bizdan. Shinamgina, mo'jazgina uy qidirayotgan yaqinlaringizga ushbu videoni ulashib jo'natib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin.